Olib keldingizmi aka? Assalomu alaykum, assalom. So'p bo'lmaganmi ishqila aka? Nech pul? 200 ming. Yosh, ichiga so'pimizdan pul qolib ketibdi, olib chiqaman. Hop. Alo. Ha, abit mandan do'st. Bo'ldi. Aka, nech pul dedingiz? 200 ming. Bering aka. Ha, oldim o'zib ketdim. Rahmat ajiga. Charchama, xo'p. Bo'ldi. Kuttirib qo'ymadimmi aka? Nech pul dedingiz? 200 mingmi? Hozir beraverdim pizzani sizga. Nimaga beraverasiz? Beraverdim, hozir olib ketdim. Mazga nima deb kirib ketdim? Pulni olib chiqib kelaman hozir dedim, aka. Hazillashmang aka, unaqa hozir beraverdim. Nimaga hazillashadi? Hozir telefon qilib ustingizdan jalba qilaymi? Yo'q, o'zi to'g'richilikman, hozir beraverdim. Tushunmadim hozir nima bo'ldi. Yosh bola qilasan mana, hozir olib chiqib kelaman pulni dedim. Qani ichidagi pizzasi? Beraverdim hozir. Nimasini beraverasiz? Qallangiz ishladimi sizni? Hozir shu qolib ketdi deysiz. Qanaqa hop, pulim qolib ketdi, hozir olib chiqaman dedim. Aka, nech pul dedingiz? Assalomu alaykum. Sizlar asalsan. Qarang, zigar, kameraga o'ltgan, eksperiment qilgan. Uni ichidan bir ishlaysiz? 2 yildan beri ishlayman. 2 yildan beri. Mashina yo'q, skuter yo'q, peshkom. Bir kunda nech pul topasiz? 80 ming, 100 ming. Studentsiz menimcha. Studentman. Qarang, bitta ish qilamiz. Hozir mana shu video 300 mingta like yig'sa, yangi yilgacha 31-dekabrgacha 500 mingta bo'lsa, pravo bormi? Ha, pravom. Ha? Joy katta bo'lmasa ham bitta Jiguli olib beramiz. Qanaqa? Xo'sh, zo'r bo'ladi. Men biz obunachilar saxiy, like bo'lsa, podpiska bo'lsa, maksimal siz uchun harakat qilib berishadi. Yaxshi bo'lardi. Kelishdimi? Qarang, 31-dekabrgacha agar 500 mingta bo'lib, like 300 mingta bo'lsa, mana shu videoni eslab qo'ying, ikkinchi qismi chiqadi siz uchun. Ketdimi? Qadrdonlar bitta like bo'lsa, maksimal yaqinlarga yuborib qo'yamiz. Agar jigarni mashinali bo'lishiga sababchi bo'lib qolinglar. Husan? Husan! Tar yerlerini chop. Bor o'zing chop. Sen so'raydigan qoldingmi? Men okaman, oshlamasman, tur yerini chop. Katta bo'lsa, mendan 15 sekundlik katta, sen xolos. Bor o'zing. Sen uni qilib bo'ldingmi? Ben deb ish qilib bo'lgan, tushundingmi? Hasan, mendan bor yo'g'i 15 sekundlik kattasan, xolos. Yaxsham bir 5-6 yoshlik kattamassan. Mana bugun keldi, mana omadim. Eshoning o'zgarib qolmadi. Erkakga o'xshab ish qilmaysan-da, sen bilan men qaynona kelinga o'xshaymiz. O'g'li bolaga o'xshab cho'pladi. Ha, tishlim qilsam ham urmoqchimisiz meni? Ya, jinnimisan, okani ham uriladimi? Tret qilibdi maqasan bu, tret. Ha, tret. Ha, o'g'li bolaga o'xshab yerni chop. La seni. Ha, o'zi 2 lopotga yer chop olmaysan, yana aqllilik qilasan. Uni o'yning uxlayotgandan foydalanib qol ketsan. Ha, mashinada bitta aylanib kelay. Yo'q, menga tinchlik kerak. Sen tushmoshlar. Hasan hech o'sash mikronni aylanib kelay. Yo'q, tembali Husan pravang ham yo'q. Kek kiramiz. Hali Hasan Husanmiz. Hech narsa bo'lmaydi. Bitta aylanib kelay. Yo'q, kelit ber. Bo'pti, o'kirarsan. Ha, sen shunaqa kiydirib ket-ay. Tomosha qilasan sen. Bir hafta Hasanni ko'rmayman. Bir chet elga chiqib dam olib kelmasam bo'lmaydi endi. Ya, havku tishlim o'g'iz qiloqda, qagibsiz. Bir haftaga Dubayga tur paket oldim, dam olib kelaman. Ishlaring ham, mashinalaring ham bo'shingda qolsin, men ketaman. Sen jimotsan. Ya, qaydan shuncha mahorat qilsan-ku? Makka United'dagi Bretalli dunyoning istalgan davlatga chiqmoqchimisan, dam olib kelmoqchimisan, tur paket qilib berish kerak. Bir haftalik Namangan bo'yicha eng arzon narxlar ham şeyda. Qarochi, men ketmasam bo'lmaydi, ketaman. Yaxshi, Hasan o'xshamiz, menga ham olding bilet. Ne? Beni o'ylamaydi deb o'ylaganmidi? Sen meni o'ylamasan ham 15 sekund kichkina bo'lsa, men seni o'ylaman. Sen Rossiyaga bilet oldi. Savollar bormi? Savol bor. Pulni qayerdan oldi? Divening orasiga pul bekitib qo'ygan ekansan, o'sha pulni ishlatdimmi? Senin bitta rasm olib qo'ymaysizmi? Mayli. Uzr, lekin vaqtingiz yo'q. Yo'q, bemalol. Chiroyli chiqsin, ha? Rahmat, kattakon. Ha.
Qiz ishini o'tdi, rasmga olib qo'ying, chiroyli manzara edi. Hozir. Yo'q, endi rasmga oling deyapman-da. Bitta olib qo'ying shundoq. Bitta olib qo'ying. Yo'q, bitta olib qo'yasizmi? Yo'q, bitta olib qo'ying. Bir to'xta, voy. Aka, assalomu alaykum. Mash bo'ling, ko'rmadingizmi? Skoka bu? Yo, men ukomda bu qidirib yuruvdim. Soat 12 bo'ldi, telefondan ko'tarmadi-da. Ko'rmadingizmi? Uzr, aka. Mash bo'ling, ko'rmadingizmi? Assalomu alaykum. Aka. Sizlar? Nimaga? Chiroyli javob bering, aka. Ko'rdingizmi, ko'rmadingizmi? Insonga boshqa muomala qilyapti. Asab buzib turibdi aka. Mahzga insonga o'xshab muomala qilasiz. Aka, chiroyli gaplashing. Chiroyli turibdi mana. Vreta. Xasaf. Yo'q, bitta qarab qo'y, qo'l ko'tarib qo'y. Bag'da ham kamera bor. Yo'q. Baxtiydan uy xarid qilganmisiz? Yo'q. Baxtiyni bilasizmi? Bilaman. Agar Baxtiydan uy xarid qilganingizda $1000 sovg'ani qo'lga kiritardingiz. Hozirgi kunda Namangan sentrida qurilgan Baxtiydan birgina pasport evaziga boshlang'ich to'lovsiz yana bo'yizlarsiz uy xarid qilsa bo'ladi, bilasizmi? Yo'q, bilmadim. Bo'ldi. Albatta uy sotib olsangiz Baxtiyga murojaat qilishingizni tavsiya qilamiz. Videoni postga qo'yaman. Rozimisiz? Ha, mayli. Qarshiliklar yo'q. Adresingizga videoga bitta like bosib, maksimal podpishka qilamiz. Birodani go'sht mahsulotlar qaysi tomonda edi? Rahmat aka. Oga to'shin shu tomondami? Assalomu alaykum. Go'sht mahsulotlar qaysi tomonda aka? Hozir tushuntirdim oxirida. Yo'q, endi so'rayapman. Hozir kirib so'radi. Yo'q, qayerda ko'rib so'ra olasizmi? Hazillashyapsizmi odam bilan? Yo'q, do'konga birinchi marta kirishimda ko'rmagan, o'shaning uchun so'rayapman. Juzdasa qilyapsiz, hozir so'radingiz-ku. So'kinmasdan chiroyli muomala qilmaysizmi, aka? Mazdan chiroyli go'sht mahsulot qaydi? Kulyapsizmi odamni? Hozir so'radingiz-ku. Oxirida dedim. Hozir sirk o'ynatyapman, narsa so'rayapman sizdan, qayerda deb. So'radingiz mendan. Shu yerda ishlaysizmi? Ha, shu. Go'sht mahsulotlari qayerda sotadi? Oxirida dedim hozir. Kirdingiz, so'radi. Bo'ldi, vahima qilib tashlaman, aka. Go'sht mahsulotlari qayerda? Ekzaminlar. Qo'l ko'taring. Bilasizku. Naqiyam ko'tar. Namanganlik biznesmen akalar uchun ajoyib yangilik. Namanganda magazini, do'koni bor aka-ukalarimiz uchun juda katta yangilik. Tracker yoki Labo mutlaq bepulga aynan sizniki bo'lishi mumkin. Hozir hamma shartlarini tushuntiramiz. Ungacha magazini, do'koni bor akalarga videoni yuborib turamiz. Pepsi'dan Avtomaniya aksiyaga start berildi. Namanganlik tadbirkor aka-ukalarimiz Chevrolet Tracker yoki Chevrolet Laboni mutlaq bepulga yutib olish imkoniyatiga egasiz. Buni shartlari oddiy. Agarda sizni do'koningizga Pepsi xodimlari kelsa, siz 1 million so'mlik xarid qilgan bo'lsangiz, bittadan kupon olishingiz mumkin. Agarda siz ko'proq millionlab savdo qiladigan bo'lsangiz, bu degani lotereya ko'proq kuponni sohibi bo'lishingiz mumkin. 3-dekabr Chevrolet Laboni, 3-yanvar esa Chevrolet Tracker'ni g'oliblarini aniqlaymiz. Videoga like bosib, do'koni borlarga bu videoni yuborib qo'ying. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi nomerlarga aloqa etsangiz bo'ladi. Senem, assalomu alaykum. Hash, bir minut qarab turolmaysizmi? Shergimni ko'tarib chiqa, o'g'ri narsa edi. Iltimos yo'q dema, qimmat narsa edi. 2 minutda chiqaman. Maylimi? Ha, tezroq chiqaman. Oh my god. Did you? İki minutta çıkamadı değil mi? Kamerayı kol kotar. Ne oldu ya? Çıkamadı gezine. Videonu yine sigara koyamam böyle razı olsun. Koyamam seni kelamı yaptılar. O şeyimiz
Kechqurun bitta o'zim mendan videoni postga joylayman, maylimi? Maylimi? Emotsiya qanaqa bo'ldi? Nima deb o'yladingiz hozir? Men sizni ko'rib ham qo'rqib ketdim. Qadrdonlar videoga bitta like bosib, bag'lab podpeskani yondiravering qadrdonlar. Rahmat sizga. Rahmat. I'm begging you to put your love in the hand out. Assalomu alaykum. Aka, charchamayapsiz? Ha, Yandexchilar yomon qilyapsiz. Hozir telefon qilaman hozir. Ha, Rasmni tushib olsangiz bo'ladi. Aka, sanat shu. Rahmat bo'laman. Vaqtingizni oldim. Rahmat. Xo'p aka, xo'p aka. Salomat bo'ling. Aka, bir minutga vaqtingizni olaman. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi, bitta rasmga tushib olaman, muxlisingizman. Ha, Yandex videosini yorasiz, lekin aka. Hozir chiqdingiz aka. Na, kibr bo'lmaymi? Muxlisingizman aka. Kibrlikda emas, hozir galereyada oching, hozir chiqdingiz aka. Hurmat qilaman. Namanganlikmisiz? Namanganlik. Men ham namanganlikman. Aka, hozir chiqdingiz deyapman, sindirib yuboraman bu telefonni. Mesele sindirasiz, aka? Hozir Kibrlayapsan, aka. Bitta rasmga tushayli. Voy, haqiqatmisizlar? Aka, bunaqa kibr bo'lmaydi lekin. Kibr emas, hozir chiqdingiz, bir qalagansiz aka. Menimcha vaqtingiz yo'q, yana so'zilib beryapti. Aka, gaverayapti. Adush, sizni ko'pchilik Namanganligingiz bilmaydi. Namanganda Norin Haqiloboddan. Adush. Namangan bitta poddesh ko'rsatib, like bangla tashamiz. Frankka rozi bo'lasiz, aka. Gap yo'q, hech qanaqa. Adush charchang. Ha? Seni trendga. Bo'ldi, kelasiz. Adush, davay, davay. Like, comment, bangla tashlaysiz, qadrdonlar. Birgina pasportni o'ziga hech qanday xat hujjatlarsiz istalgan turdagi smartfonlarni xarid qilishingiz mumkin. Namanganlik aka-ukalarimiz uchun ajoyib yangilik. Videoga bitta like bosing, siz uchun manfaatli bo'ladi. Endilikda siz bizdan birgina pasport evaziga hech qanday xat hujjatlarsiz istalgan turdagi smartfonlarni xarid qilsangiz bo'ladi. Agarda siz student yoki pensioner bo'lsangiz, siz uchun arzonlashtirilgan narxda qilib beramiz. Jigar 18 ga to'lmaganman. Sizdan smartfon xarid qila olamanmi? Yo'q. Qilolmayman. Yo'q. Bu faqatgina 18 dan o'tganlarga amal qiladi. Barchani kutamiz. Lokatsiyamiz shundoqqina Megapolis 2-etajdan chiqqaningizda telefon do'konimizga kelasizlar. Barchalarni kutamiz. Shuncha kayfiyatingni ko'tardim. Bitta like bosib qo'ying. I'm begging you to put your